$750 puli bor aka-ukalarimiz, ota-onamiz duosini oladigan aka-ukalarimiz videoga yaqinroq kelinglar. Sizlar bilan bugun umra safari haqida gaplashamiz. Xudo xolasa videoda oxirgi ko'radigan bo'lsalaring, qanaqa qilib $750 ga umra safariga borib kelsa bo'ladi 14 kunlik. Shuni batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, sizlar bilan Azizbek Olimjon. Bugungi videomizda o'sha 14 kunlik umra safari haqida gaplashamiz. Umra safarimiz 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi, Xudo xolasa. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi, Xudo xolasa. Gastiniца oraliq masofasi Madinada 200-300 metr atrofida bo'ladi, Makkada 1,5-2,5 kilometr atrofida bo'ladi, Xudo xolasa. Ekranda nomerlar aloqa chiqarasizlar. Bemalol qaysi bir chislolarimiz sizlarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga joylarni bron qilib berishadi. Endi $750 keladigan bo'lsak, qanaqa ketsa bo'ladiganlar uchun 1-fevral kuni Namangan Jidda primoy reys bor, Central Holidays firma tomonidan qo'yilgan reys. 1-fevral kuni Namangan Jidda. Agar vizangiz bo'lsa, $750 to'laysiz, 14 kun oyda o'sha bemalol ibodatlar qilib kelasiz, xudo xolasa. Agar vizangiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, $850 deb belgilandi narxi. Bemalol aloqa chiqarasizlar, joylarni bron qilib berishadi, xudo xolasa, o'sha Namangan Jidda primoy reys. Endi undan tashqari yaqin kunlarimizga 3-fevral kuni Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha reysimiz bor, $950 deb belgilandi. 10-fevral kuni Farg'ona Jidda $980. 17-fevral kuni Farg'ona Jidda ham $1100. 24-fevral kuni Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha $1200 primoy reyslar hammasi, xudo xolasa, bemalol aloqa chiqarasizlar, qaysi bir ma'qul bo'lsa, xudo xolasa joylarni bron qilib operatorlarimiz chiroyli ishlarni yetkazib berishadi. Hop, bundan tashqari 14 kunlik safarimizda ziyorat sayohatlar bo'ladi. Mutaxassis 50 boshlarimiz sizlar bilan o'sha ziyorat sayohatlariga olib chiqib kelishadi. Birinchi bo'lib Payg'ambarimiz Ravzalardan ziyorat boshlanadi. Xurmo bog'i, Arafat tog'i, Muzdalifa, Hiro g'ori, Qubo masjidi, Qizil dengiz va Toyif shaharlariga ziyorat sayohat ibodatlar bo'ladi, xudo xolasa. Bunda o'sha Toyif shahriga chiqib kelgandan keyin ikkinchi marta umra amalini qilsalaring bo'ladi, xudo xolasa, bemalol. Aka-ukalarimiz, erkak kishilar yana bir marta ehrom baylashadi. Boshqa shaharga chiqib kelishgandan keyin ayollar o'zlarining kiyimlari ehromiga o'tiradi. Bemalol o'sha ikkinchi marta umra amalini qilsalaring bo'ladi. Endi firma tomonidan beriladigan bitta to'lov evaziga beriladigan sovg'alar bor. O'sha necha pulga paket sotib olsalar, misol uchun o'sha $850 ga 1-noyabr kuni sotib olsalar ham bular beriladi. $1200 ga misol 27-kunimi deyilyapti, mana sizlarga ko'rib beraman. 24-fevral kuni $1200 belgilangan. Unda sotib olsalar ham hammasida beriladi. Bechik beriladi, kamzil beriladi, bunda so'mka beriladi, hammasida beriladi, xudo xolasa. Keyin qaytib kelayotganlarida 5 litr zamzam suv beriladi. Xudosi har bitta ziyoratchiga alohida beriladi. To'lovlar masalasiga keladigan bo'lsak, ekranda nomerlar aloqa chiqib, o'sha operatorlarga aloqa qilsalar, Telegram, WhatsApplar bor, bemalol aloqa chiqarasizlar. Bank shot raqam tashlab berishadi. Eng yaqin banki bor, to'lov qilib berasizlar. To'lov qilganlardan keyin bank chek beradi. Chekni Telegramga tashlab berasizlar. Zagreb pasportlarini tashlab berasizlar. Sizlarda o'sha joylarni bron qilib, chiroyli ishlarni yetkazib berishadi. Litsenziya N0014 Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyasida rasmiy ofis bor, rasmiy kassa bor. Kelib, ko'rib, tanishib, ma'qul bo'lsa, bitta kunda kelishib, bemalol o'sha o'zimiz o'zbek so'm pulida bemalol to'lov qilaverasizlar. Sizlarga chek berishadi, joylarni bron qilib berishadi, xudo xolasa. Mavod kami ko'rsatib bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Kommentar fikrlarni yozib ketinglar, like bosib, qarindosh urug'larga tanishib tashlab qo'yinglar. Bizni kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa, sizlarga yana ham o'sha foydali videolar bo'ladi. Misol litsenziyani N0014 Maygoldan tekshirsalar ham bo'ladi. Va xohlasang kelib ko'rib, rasmiy kassa, rasmiy ofislar bilan kelib tanishsalar ham bo'ladi. Mavod yosh katta otaxon, onaxonlarimiz bo'lishadigan bo'lsa, aravacha masalasiga keladigan bo'lsak, bitta Farg'onadan olib ketsalar ham samolyot, avtobus ortiqcha to'lov olmaydi. Shunday o'sha bitta to'lov evaziga borib kelasizlar, xudo xolasa 14 kun mobaynida. Mabodo atdan olsalar ham o'sha 14 kunga sizlarga bepulga beriladi. 14 kun mobaynida sizlar bemalol foydalanib, qaytib kelayotganlarida o'sha chiroyli, yaxshi holatda, sog' holatda qaytarib tashlab kelsalar ham bo'ldi, muammo yo'q. Bemalol o'sha Central Holidays firmasi bilan birgalikda ishonchli litsenziyaga ega firma bilan birgalikda ziyorat ibodatlar qilib kelsalar ham bo'ladi, xudo xolasa. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Yana chegirmali, o'sha sizlarga foydali, manfaatli videolar ko'rishguncha doimo sog' bo'linglar.